Lekin hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan hayotimizda qanchalik sog'ligimiz muhimligini ko'rib chiqamiz. Mana shu yerga yozib qo'ydim, imkon qadar. Mana bu bizning hayot yo'limiz deb oladigan bo'lsak, tepasida bu statusimiz, ya'ni yuksalishligimiz. Bir deb sog'likni oldim, chunki yoshlarda hammasida sog'lik pikda bo'ladi, zo'r bo'ladi, hamma sog'lom bo'ladi, mehnat qilishga, o'qishga layoqati zo'r bo'ladi. Shuning uchun bir deb sog'likni oldim. Endi status ko'tarilishni boshlayapti, hayotimiz jarayonida ketyapti. Mashina olyapti, 10 bo'lyapti uning statusi. Oila quryapti, 100 bo'lyapti statusi. Uy-joy qilyapti, 1000 bo'lyapti statusi. Karyera, 40 ta borganda o'zi karyera rivojlanib, rosa pikiga boryapti. 10 000 bo'lyapti. 50 borganda o'zi недвижимость qilishni boshlayapti. Ya'ni passiv dohod keladigan joylarda yaratishni boshlayapti. Kimdir do'kon olib arendaga berib qo'yapti, kvartira olib arendaga berib qo'yapti, sartaroshxonalarni olib arendaga berib qo'yadi, mashinalarni olib arendaga berib qo'yadi. Pul keladigan, kelib turadigan joylarni yaratishni boshlaydi. Mana shu yerga kelganda, mana shu bilan mana shuni o'rtasida. Oxirisi mana shu yerga kelganda bitta qulashlik keladi. Hozir juda ham ko'pchilikda mana shu narsa kuzatilyapti. Diqqat bilan atroflarga e'tibor beringlar. Mana shu yerga kelganda qulash bo'ladi. Nimani hisobiga qulashlik bo'ladi? Mana shu narsa yo'qolib qoladi. Mana shu yerga kelganda, mana shu yerdan boshlanadi ko'pchilikda. Mana shu yerga kelganda yo'q bo'ladida, hammasi nolga teng bo'lib qoladi. Hech nima tatmay qoladi. Moli, dunyo, uy, joy, bola chaqa hammasi paka mana shuni o'rniga tiklamaguncha. Buni o'rniga tiklab olishlik juda ham qimmat turadi, agar mana shu yergacha hech nima qilmasdan kelgan bo'lsa. Agar yoshligidan, mana shu yo'lda bosib o'tish jarayonida sog'lom turmush tarziga rioya qilib, kerakli bo'lgan mineral vitaminlarni ichib, sog'lom bo'lishlik uchun umumiy qilib gapiraman, hammasini imkon qadar qilib kelgan bo'lsa, bu narsa yo'qolmaydi. Mana shu yerdan ag'iga dalishib ketganda hammasidan lazzat olib yashashni boshlaydi. O'shaning uchun birinchi o'ringa sog'likni qo'yaylik, hayotimizda hammasidan maza qilib lazzat olib yashashlik uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qiling.